Ustazoda san'atkor bular, Tolib akam juda ham talantli, juda ham mo'min bir insonlarki, qalblari toza, kamtarin insonlar, juda ham vaqtga keladi, disiplinali. Va bizni rejissyoradagi xatolarimiz bo'lsa-da, qilt yutinib, hammamiz aytganimizni itoat bilan qilib berdingiz. Va juda ham xursandman. Bu o'zi ijodiy ish ko'pchilik bilanda, ba'zida katta odam bilmagan narsani kichkina, kichkina odam bilmagan narsani katta bir-biriga yordam beradi, to'ldiradi bir-birini. San'at shunaqa, kino shunaqa, teatr shunaqa, spektakl shunaqa. Shuning uchun mana bir guruh bo'lganimizdan, aka-uka, ota bola bo'lganimizdan xursandmiz. Ilohim xalqimizga manzur bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Bardavom bo'lsin, chiroyli proyektlarimiz bo'laversin. Sizni qalbingizni quvontiraylik. Yurt tinch bo'lsin avvalambor. Sizlarga ham katta rahmat. Tolib akamga iste'dodli ijodkor Samitxonga ham rahmat. Qizimga ham, o'g'limga ham, barcha ijodkorlarga, studiyamizda kadr ortida hamma chiroyli ish qildi. Bizdan o'tgan bo'lsa xafa bo'lmanglar. Sizdan o'tganiga hammasi yaxshi. Sizdan o'tganiga xafamiz. Studiyamiz Bekshiroq studiyasi mana shu ishni loyihani boshida turgan mutasaddilar, jonkuyarlar, kadrlar haqida kadr ortida ishlagan barcha insonlar, Alisher aka misol uchun usta operatorlarimiz, yosh kadrlarimiz, Gulmira hammasiga rahmat. Salomat bo'linglar va yana uchrashguncha. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tezda yig'ishtiramiz.